İşemik insultni yana shu chuqurlashtirilgan tekshiruvlardan biri jarayoni magnit-rezonans kompyuter tomografiyada ishemik insult boshlanganidan keyin 2-3 soat o'tgach T2 vaznli tasvirlarda signal intensivligini oshishini aniqlay oladi. 24 soat ichida ishemik insult zonasi 90% hollarda aniqlanadi. T1 og'irlikdagi tasvirlash bosh miya ishemiyasi sohasida signalning pasayishi ko'rsatiladi. Ammo bu dastlabki 24 soat ichida tekshirilsa ma'lumotga ega bo'la olmaymiz. Gadoliniya degan preparat bor. Bu kontrastni orqali tekshiradigan, bu kontrastni kuchaytirilishdan foydalanish ishemik bosh miya infarktini aniqlash uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratiladi. Magnit-rezonans angiografiya tekshiruvi ham keng qo'llaniladi. Bunda harakatlanuvchi qonni vizualizatsiya qilishga asoslangan kompyuterlashtirilgan usul hisoblanadi. Ekstra va intrakranial qon tomirlarining holatini baholashda va stenoz sohalarini aniq imkoniyatini beradi. Bu tekshiruv uning angiografiyaga nisbatan asosiy afzalligi uning invaziv bo'lmaganligidir. Stenoz yoki bosh miyani ta'minlaydigan qon tomir okkluziyasini jarrohlik yo'li bilan davolash maqsadida ko'rib chiqilganda ko'pincha klassik angiografiya afzalligini ma'qulroq ko'ramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.